Oddiy oiladan chiqqan samarqandlik millioner Sarvar Egamberdiyev 1990-yil 6-dekabrda Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanida tug'ilgan. 12 yoshigacha bobosi va buvisi tarbiyasida o'sgan. Ular 40 kun ichida ketma-ket vafot etgach, u yana 1 yil ularning uyida yolg'iz yashab, keyin ota-onasi yoniga qaytdi. 16 yoshida Samarqand davlat arxitektura qurilish institutiga o'qishga kirgan va 18 yoshida 2-kursda oila qurgan. Shu yillarda otasi unga Matiz Best olib bergan. U esa shu mashina bilan turli yo'nalishlarda tirikchilik qilib yurdi. 18 yoshidan 22 yoshigacha 11 gektar yerga paxta va makkajo'xori ekib sotdi. Mebel savdosida ham harakat qildi. Lekin bu yo'nalishlarning hech biri natija bermadi. 22 yoshida ipotekaga uy sotib olib, oradan ko'p o'tmay uy narxi $40,000 dan $80,000 ga ko'tarildi. U darhol uyni sotib, qishloqdagi uyiga ko'chib o'tadi. Oradan 2 yil o'tib, ustiga yana qarz olib, pullarni g'isht zavodiga tikdi. Zavod yaxshi ishlay boshlagach, oradan 4 yil o'tib, 28 yoshida qurilish loyihalariga qo'l urdi. Birinchi loyihasi BAM, keyin esa har yili bittadan yangi loyiha boshladi. 31 yoshida avtoservis, 33 yoshida beton zavodi, 34 yoshida Elegan restorani, bugungi kunda esa Sarhouse kompaniyasi orqali Sarhouse sohil bo'yi, sokin diyor, yangi Samarqand, tinchlik kabi yirik qurilishlarning asoschisi.